Yes. O'rtoq qaragin, shifoxonalardagi bo'ladigan qabul navbatlarini oldini olishga yangi loyiha boshladim. Nima deysan? Yaxshi, zo'r. Yana bir harakat qilib ko'raverchi. Bu Sardor, unda g'oya bor, lekin u qayerdan va qanday boshlashni bilmayapti. Ustoz, qarang, yangi loyiha boshladim-da. Mana bu shifoxonadagi navbatlarni oldini olishga loyiha boshladim. Kimdan maslahat olishni ham bilmayapman. O'zingiz bir ko'rib maslahat bering. Yomon emas, lekin bu loyiha oldin qilingandi. Student ofisga borib ko'r. U kimdan va qanday yordam olishni bilmayapti. Ish qilib shoda o'shasida. Aka, menda loyiha bordir. Loyihani rivojlantirmoqchiman. Nima qilishni bilmayapman. Maslahatingiz kerak. Uka, bu loyiha bilan ishlaydigan joy emas. Bor boshqa joyga borgin. Tanish holatmi? Bizda bunga yechim bor. Startup klub. Bu yerda sizda loyihangiz yoki g'oyangiz bo'lsa, uni rivojlantirish yoki natijaga chiqarishga yordam qilamiz. Bu yerda tajribali mentorlar bilan seminarlar va darslar tashkil qilinadi. G'oyangizni rivojlantirish uchun professional yondashuv asosida ishlaymiz. Siz loyihangizni to'g'ri strategiya asosida shakllantirasiz. Kuchli jamoa tuzishni o'rganasiz, biznes model yaratishni tushunasiz, investorlar bilan muloqot qilishga tayyorlanasiz. Startup klub bu oddiy klub emas. Bizda g'oyalar amaliy natijaga aylanadi. Agar sizda g'oya bo'lsa, uni biz startapga aylantiramiz. Startup klubga boraman.